Assalomu alaykum rahmatulloh. Xudo xolasa mana Kavalodan samasvalimiz keldi. Ko'pchilik so'ragandi. Xudo xolasa mana yetib keldilar mana. Samasvalimiz. Bunda 68 lik akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan bo'ladi. Balonlari 5 talik bu. Miya va motorlari 1800 watt bo'ladi bunda. Holatlari qo'shimchalarda bu pult, albatta telefon postavka, old oyna bor ekan, shlem bor, flash bor ekan, mana damkrati bor ekan, bakavoy oynasi, mana holati, mana smart karta ham bor buni. Ko'pchilik so'raydi. Mana bu og'daradigan joyi mana shu bo'ladi. Og'dir. Mana xudo xolasa hozir nima jarayoni, ko'tarish jarayoni mana. 1 tonna yuklaydigan ma'muriy bo'ladi. 180 ga 130 bo'ladi bu. Mana bu silindri mana. Enshi silindr deyiladi mana silindrlari, mana akkumulyatorlari. 1800 ga kattasidan. Taylari ham nihoyatda baquvvat qilingan, ishlangan. Dokumentlar ham xudo xolasa qilib beriladi inshaalloh, qo'ldan kelgancha. Balonlar ham yerda ichiga ham bemalol kiraveradi. Qolib ketadigan narsa bas. Xolos. Bemalol telefon qilaverasizlar, qolgan ma'lumotlar telefon orqali berilaveradi.